Xudo nima bu? Retinol? Ne buncha ko'p? Nazokat opa shunaqa layfhak etdilar. Retinol ajinlarga, dog'larga yaxshidir. Qancha ko'p sursam, shuncha yaxshi emish. Bunaqa layfhaklar bilan yuzingni ojog qilib qo'yasan. Главное, kerakli paytda SPF ni tirnoq uchida surasan-da, kam surilishi kerak bo'lgan retinol desa cho'milasan. Ojog? Nima qilay unda? Birinchidan san tering juda qurib achishib yurgandi. Shunga baryeringni tiklab ol, seramikli kremlar yordam beradi. Ikkinchidan tering ta'sirchan oson qizaradigan bo'lsa, juda yumshoq, kichkina konsentratsiyali retinollardan boshla. No agar ta'sirchan bo'lmasa, normalniy retinoidlardan boshlasang ham bo'ladi. Voy, как раз hozir surib ketaman. Retinolni kechqurun quruq teriga sur. Ni в коем случае ustidan vitamin C yoki boshqa aktivlar ishlatma. Tering yeb ketadi. Vitamin C ni ertalab ham ishlataverasan. Retinolni ustidan esa o'sha baryerli kremlarni ishlataver. Va boshida haftasiga bir martadan boshlab, sekin-sekin har kunga o'tsang ham bo'ladi. Bularning qaysi bir akneni davolaydi? Nazokat topasi so'ragandilar. Akneni davolagani bitta maslahat. Bilaman, sodali layfhaklar eshitging keladi, lekin bir marta shu yaxshi dermatologga bor, konsultatsiyasi o'zi 100 ming turar. Zato sani yuzingga, akning og'irligiga, faslga va boshqa faktorlarga qarab, senga mos retinoidni turini tanlab beradi. No bo'pti, mang. SPF surib ket, nomard.